Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Mana navbatdagi ishlarimiz. Sexda mebelni darvoza tayyor bo'lyapti, malarkasi bo'lyapti buni. Malarlar pon avtomobilni shpaglovkalar tutib tayyorlayapti. Ko'rishlaringiz mumkin 3 qavatli bo'lgan darvozamiz. Orqa taraflari ham fason urilgan buni. Orqasini ham ko'rsatamiz. Hali orqasi ham polni tiyaga urib fason berilgan. Tayyor bo'lgandan keyin buni ham kraskalardan qo'yamiz. Mana bu yerda bu Samarqand fason tayyor bo'lyapti dedi. Ponni 6 ga 6 bilan terilibdi Samarqand fasonimiz. Bu ham 3 qavatlik. Hali bu yerda mana bu yerda endi maydaroqda razmerchamiz. Bu ham Samarqand fason. Hali endi karkas terilibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, nomerlar qo'yamiz. Darvoza rishotka, kachela, perilla, kazirok nima bo'lsa xizmatlarni qilib beraveramiz. Marhamat qilasizlar.